Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, bizni kuzatuvchilar. Men sizlarga bir hayotiy voqeani so'zlab bermoqchiman. Xulosa esa o'zingizdan. Xullas kalom, bir jonzotlarni yaxshi ko'radigan odamga do'stlari echki emar sovg'a qilishdi. U odam bu echki emarni shu kundan boshlab parvarishlay boshlabdi. U ancha parvarishlabdi ham. Kunlardan bir kuni bu echki emar bu odamni barmog'ini tishlayapti. Haligi odam barmog'ini og'rig'idan g'azabi kelib, achchig'i chiqib, echki emarni yo'qotmoqchi bo'ldi. Shuni echki emarga qarasa, ko'zlariga ko'z tushib, echki emar bu odamga rahmdillik bilan, vafodorlik bilan, sadoqat bilan, mahzunlik bilan yalingan nomo, xuddiki xo'jayim meni kechiring, bilmasdan qilib qo'ydim, meni kechiring deganday ko'zlariga boqib turganimizda, haligi odam g'azabidan tushib, bu echki emarni yo'qotish fikridan qaytib indamabdi. Bu echki emar kuni bo'yi bu odamdan bir qadam ham uzilmay yurganmish. Hatto tuni bo'yi uxlab ertalab uyg'onsa, echki emar yonidan bir qadam ham siljimasdan boqib turganimizda yana xo'jayin meni kechiring degan sadoqat bilan, vafo bilan boqib turganimiz. Haligi odam barmog'ini og'rig'ini azobidan echki emarni ko'tarib doktorga kelibdi. Shu narsa aniq bo'libdiki, doktorda echki emarda bu turi zaharli hisoblanib, bularning zahari kuchsiz hisoblanib, bu echki emardan avval o'ljani bir tishlab, keyin undan bir qadam ham uzilmasdan o'ljasini o'lishini kutib poylab yurar ekan. Xullas kalom, qissadan qissa shuki, hayotingizda sizning yoningizda yurgan, sizga o'zini vafodor ko'rsatgan, sizga o'zini sodiq do'st deb ko'rsatgan, hattoki o'tirsangiz tepangizda tikka turib, sizga men vafoli do'stman deb yurganlarni hammasi ham vafodor do'st emas. Ularning ba'zilari esa sizni yiqilishingizni, sizni parchalanishingizni, hattoki sizni o'lishingizni ham kutib yurganlari bor. Shulardan o'zi asrasin. Ehtiyot bo'ling. Ancha yo'lni yurib qo'ydik biz.